Bugun sizlar bilan klassik shimni tagini qaytarishni o'rganamiz. Bu uchun biz o'sha tasma kleyimizni olamiz va o'sha tagiga qo'yadigan tasmamizdan olamiz. Birinchi navbatda shimimizni tekislab qo'yib olamiz, ya'ni taxlab olamiz. Bu uchun oyoq tarafdan emas, bosh tarafidan shimni to'g'ri taxlab kelishimiz kerak. Mana shimimizni tekislab taxlab olib, bo'g'qa qoldik. Endi esa tasma qo'yishni boshlaymiz. Biz shimimizni tayyor qilib belgilab olganmiz va uni o'sha qaytariladigan joyidan tekis qilib o'lchab chizib olamiz. Вот mana 4 cm. Endi o'sha 4 cm-larni birlashtirib tekis qilib chizib olamiz. Chizib oldik. Endi chizib bo'lganimizdan keyin shimimizni mana bu tarafi oldi tarafi yig'ilib qolmasligi uchun 1 yoki 1,5 cm tepaga o'lchab olamiz. 1 cm, bu yog'ini esa 1 cm pastga o'lchaymiz. 1 cm pastga. O'sha ikkita nuqtani bir-biriga tutashtiramiz. Вот mana xuddi shu holatda blokka qilib chetidan blokka qilib o'rta, ya'ni ikkinchi tomonni ham shimni xuddi shunday qilib chizib olamiz. Endi har ikkala shimni ham ichkariga qaytaramiz. Xuddi shu chiziqdan ichkariga qaytarib dazmollab kelamiz. Mana shimimizni tagini qaytarib dazmollab keldik. Endi mana tasmamizni tikib chiqamiz. Bunda bu holatda shimimizni ochib olib, mana bunga, ya'ni dazmol qilingan joyiga chetiga to'g'rilab, shu holatda aylantirib tikib chiqamiz. Tasmani ikki tomonidan. Shu holatda tikib chiqamiz. Mana tasmamizni qo'yib tikib olamiz. Tasmani cheti shim qaytarilganda chiqib ko'rinib qolmasligi kerak. O'shanga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xuddi shu holatda aylantirib tikib chiqamiz.